Jannatdan Muhammad Ali Pulga kelganman. Jannatga ketmoqchi edim, shunga bir lagan osh qilaman. Suzish jarayonlarini ko'rsataman. Muhammad Ali Pulov bilasizlar. Biz do'yin kelib shu yerdan sofa osh yeb ketamiz. Suzish jarayonini ham ko'rsataman. Bay. O'zbek har kuni osh yeydi-da. Albatta. Yakkan aql bo'lsam yeydi. Rahmat. Muhammad Ali o'z qo'llari bilan oshlarni qo'pqa qilib beradilar. Rahmat aka. Ana Muhammad Pulovdan osh olib kelganman. Nimaga yig'laysan? Ha? Senyoritalarim, ana osh, Nozirin dadajonim bilan onajonim bilan syomka qilish mumkin emas. Issiqqina. 40 minut deganda G'ijduvonga keldim. Jannat uyiga issiqqina osh. Hozir hammamiz yeymiz. Yaqinroq ketiring kamera bayon. Asalchaligini ko'ryapsizmi? Bay. Osiyo, yig'lama bacham, yig'lama. Bittagina tuxumchasini yesa maylimi?